Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana haramda ham imomni belgilangan joyi mana o'sha yozuv yozilgan. Mana imom to'g'rida bo'ladi. Hozir mamlaga ham odamlar o'tirib oladi. Mana hozir imomni joyi bu yoqda bo'lsa mana yozuv. İmomni joyi shu yoqda. O'zi imomni o'zlari to'g'rida bo'ladi, hop. İmomdan oldin qancha odam o'tirib olgan. Hayronman bu. Bunaqa tartibga qaraydiganlar nega aytmayapti bularga mana. İmomni joyi bu yerda bo'lsa, imomdan oldin hozir shomni farzini qanaqa o'qiydi shuncha odam. 360, 65, 359 eshiklardan kirganda hushyor bo'linglar. Diqqat qilinglar shu narsalarga. Ancha odam imomdan oldin o'tiribdi. Alloh isloh qilsin hammamizni. Iftorga yarim soat qoldi. Zamzamda. Alhamdulillah. Yigirma minutcha qoldi iftorga. 20 minut qoldi. No beraman desa beraveradi mana. 500 riyol. Beraman desa beraveradi. Rosa kasbimikin bu? Maşallah, tabarakallah. $130 yaqin bo'ladi. No beraman desa beraveradi. Shunaqa o'zimizdan xursand qilib o'tiramiz dedi. Lekin rostdan chiqayotgan ekan. Orada shu boylari shu iftorlar komplekt orasiga 500 riyol solib qo'yayotgan ekan. Endi mana hozir biz o'zimiz solib o'zimizdan xursand qildik-ku. Lekin shunaqa bo'layotgan ekan. Kimga nasib qilgan bo'lsa chiqadi. Alloh hammamizdan tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin, xato kamchiliklarni kechirsin.